Qadrdonlar, bu Nijloyda bir hafta oldin kanalimizga qo'yganmiz. Akamiz bilan kelishgan holatda 120 ming dollarga qo'yuvdik. Qadrdonlar, mana bir haftadan beri savdo yo'q aka. Ochiqcha gunda. Men reklamani prosta tak olib chiqmayman aka. Bo'ladigan bildiraman aka. Shu joyizga aka 110 mingga baraka bersangiz reklamaga qo'yaman aka. Xudo xolasa bash uy ekspert obunachilardan bittasi keladi, baraka qilib beradi. Baraka bormi aka? Yo'q aka. Aka, bering 110 ga. Aka, 110 ga bering aka. Aka, 105 ga men ham 110 baraka bormi aka? 115 ming bo'lsa berib yuboraman aka. Mayda chuyda yo'q aka. 5 mingga o'tib beraman. Aka, 115 dan baraka 120 ming qo'yganimda aka 115 ming so'ragandan bermadim. Aka, 115 dan bir nima bonus o'tkazib beradi. Bo'ladimi aka? Bo'ladimi aka? Qadrdonlar 115 mingdan ozgina sunnatni yana o'tib beradi. Barakani bosib yuboramiz. Telefon nomerlarini qoldiramiz, murojaat qilaverasizlar. Hammalaringizga mana shunday Nijloylar nasib qilsin. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Qadrdonlar 5 ta chorrahani o'z bag'riga olgan Nijloy obyektimiz chiqibdi. Mana birinchi chorrahamiz mana metrodan kelish, Shohrat chorraha. Bu yog'imiz mana metroga ketish. Xo'p, Al-Xorazmiy krugi. Bu yog'imiz mana 19 Makronka. Mana bu tarafimiz 17 Parlament ko'chasi, 24 ga 7 ko'cha. Shikalat joydan shikalat joyimiz chiqqan. Mana bog'lari bor, odam gavjum, proxatimsa prosta bomba. Ko'rib turganlaringizda. Xo'p, asosiy eshikdan kirganda mana o'zini fasad qismi. Xo'p, bugungi kunda so'sh ishlab turibdi. 3 yillik shartnoma bilan 1000 dollardan dahot kelib turgan joyimiz qadrdonlar. Ko'rib turganlaringizda avtorskiy dizaynda akalarimiz ishlab turibdi. Xo'p, bu yoqda mana kufnyasi joylashgan. Ko'rib turganlaringizda qadrdonlar. Bu yoqda ham yana bitta xonasi bor. Buni ham asosida yana nimalarga boshlashtiryapti. Xo'p. Bu yoqda sanuzlari qadrdonlar. Ko'rib o'tsalaringiz bo'ladi.